Dunyodagi liderlarni bittagina sifat bog'lab turar ekan. Darhaqiqat, dunyoda eng katta natijalarga erishgan liderlar bitta eng muhim bog'lab turadigan sifati bu kitob o'qish ekan. Bill Gatesni oladigan bo'lsak, bir yilda kamida 50 ta kitob o'qishini ko'p bora ta'kidlaydi. Yoki bo'lmasam Elon Musk ham raketa ilmini kitoblardan o'rganganini va unda bunday juda katta masshtabdagi g'oyalar kitoblar orqali kelganini ta'kidlaydi. Sizchi hayotda biron bir o'rin egallamoqchisiz, lider bo'lmoqchisiz, insonlarni ergashtirmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, bir yilda nechta kitob o'qiyapsiz? Bu haqida albatta kommentariyalarda fikrlaringizni qoldiring. Men uchun bu qiziq. Agar shunga o'xshash sizga foydali va sizni yo'naltirib turuvchi ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta menga obuna bo'ling.